Assalamu alaykum qarindoshlar. Gollandiya şoferlik pravisi nazariya darsimizga xush keldinglar. Bugun 9-darsimiz xilay-vardiq an 10 xilay-vardiqqa kiravsin. Yani baravar bo'lgan kesishma yo'l ig'iz bilan baravar bo'lmagan kesishma yo'l ig'izninki yo'l berish qoidalarini o'rganib o'tamiz. Bu shu nazariyani o'rganganlar uchun dastlabda sal kallasini qaymoqtirgan bir nazariya qismichu. İnşallah dersi bir qarab bakaylı. Bu dersten keyin inşallah bu yol berish qoidalarini sizlarga ochiq bo'lib ketishini umid qilaman. Oldidan atalg'ular bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Yana xilayk-vardiq. Xilayk-vardiq degan gap shu tang, o'xshash, barobar degan ma'noda. Buning dal aksi qaram-qarshi so'zi un xilayk-vardiq, ya'ni tang bo'lmagan, tangdash bo'lmagan, barobar bo'lmagan degandek ma'nolar. Crossing degan so'z kesishma yo'l ig'izi. Yani ikki tarafdan yoki to'rt tarafdan har xil mashinalar keladigan kesishma yo'l ig'izlari. Hamda xilayk-vardiq crossing deganda yana barobar holatdagi kesishma yo'l ig'izi, un xilayk-vardiq crossing barobar bo'lmagan kesishma yo'l ig'izi. Hamda bu qandalari barobar holat, qanday barobar bo'lmagan buni keyindagi betde sözlep o'tamiz. Andan boxt degan shu mashinaning mesela rolni ya o'ngga burab, so'lga burab, har xil qiyish aylanishini boxt deymiz. Mesela boxtnar rechts, boxtnar links, yani o'ngga qiyish, so'lga qiyish degandekchu. Andan kort boxt, lang boxt, bu mush nazariya imtihonlarda shu şoförlükning kundalik turmushda pek ko'p ishlatiladigan so'z. Yani kort boxt desa qisqa musofali qiyish, yani odatda o'ngga qiyishni ko'rsatmoqchi. Yani biz mashinamizni rolni o'ngga burab, o'ngga qaygan vaqtimizda bosadigan musofa qisqa bo'ldi. Shu lang boxt deganda so'lga qiyishni ko'rsatmoqchi. Yani mashinaning rolni so'lga burab, so'lga qaygan vaqtimizda u musofa sal uzunroq bo'ldi. Buni sal turib rasmda tafsil tushundirman. Endi başlaylı. Endi xilayk-vardiq crossing. Yani barobar holatdagi kesishma yo'l ig'izi dedik. Bu qanday crossing degan vaqtda, yani bunda kesishma yo'l ig'izida hech qanday yo'l chirig'i, qatnash belgisi va yoki qatnash taxtasi bo'lmaydi. Siz ham rasmda ko'rgandek, buni qarasanglar, bir kesishma yo'l ig'izi ikkili rasmda to'rt tarafdan har xil qatnash kelyotadi, mashina, velosiped, piyoda mang'uchi degandekchu. Lekin yo'l qarasanglar hech qanday bir qatnash chirig'i yo'q, qatnash taxtasi yo'q, qatnash belgisi yo'q. Yani to'rt tarafdan kelgan hamma yo'l ishlatuvchilar bir barobar tang holatda bo'lgan bir ahvol. Yani biz mushuni xilayk-vardiq crossing deymiz. Yani barobar holat kesishma yo'l ig'izi. Yani shunga har qanday bir crossing, yani bir kesishma yo'l ig'izlar kelgan vaqtida u xilayk-vardiqmi, un xilayk-vardiqmi buni cho'qim tunib olishinglar. Kim başta mağdu degan qoidani belgilashda birinchi shart. Endi 10 xilayk-vardiq crossing, yani barobar bo'lmagan kesishma yo'l ig'izi degan vaqtda yetna qatnash taxtalari tarafidan boshqariladigan kesishma yo'l ig'izi. Mesela ikki rasm qarasanglar, yo'lning har qaysi tarafidan kelgan qatnashlar bor, lekin har birining oldida har xil qatnash taxtalari bor. Mesela bu yerda forrangsliqning belgisi, bu yerda haintandan yo'lning ustida, ma astidagi rasmda stopboard, forrangsvaq degandekchu. Yani birisining oldida bir xil belgi, yani birisining oldida yana bir xil belgi borchu. Yani bular hamda mush belgilarga asosan yo'l minishni oldin belgilash jihatda barobar bo'lmaydi-chu. Yani tang bo'lmagan bir holatda turyotidi. Yani biz mushni 10 xilayk-vardiq crossing, yani barobar bo'lmagan kesishma yo'l ig'izi. Endi bunun qoidalarini o'rganib o'taylik. Oldi bilan xilayk-vardiq crossing, yani shu barobar kesishma yo'l ig'izidagi muhim qoida. Qanday yo'lning barobar shakldagi kesishma yo'l ig'izi bo'lganligini bayon deb o'tdik. 3 muhim qoida bor. Birinchisi, o'ng tarafdan kelgan qatnashga vaqt yo'l beramiz. Bestuur van rechts moet je altijd voorrang verlenen. Aan rechtdoor op dezelfde weg moet je voor laten gaan. Yani o'xshash yo'lda udulmamoqchi bo'lgan qatnashga yo'l beramiz. Üçüncüsü korte bocht moet je voor laten gaan. Yani qisqa aylanma qiladigan qatnashga yo'l beramiz. Korte bocht gaat voor lang bocht. Yani qisqa aylanma qiladigan qatnash oldi bilan mangdi. Endi bu qoidani biz
birlab tushunib o'taylik. Birinchi qoida o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l beramiz degan tuqchu. Yana xilak vardiq kiravsingda. Bu nima demakchi desanglar, men 3 rasm qarasanglar, rasmga bir-birlab kelaylik. Ma rasmda bir kulrang mashina bilan bir oq mashina bor. Bir kiravsing yana bir kesishma yo'l eg'izi bor ekan. O'ng tarafdan keladigan bir kesishma yo'l bor ekan. Lekin hech qanday qatnash nimasi yo'q, taxtasi yo'q, qatnash chirig'im yo'q, belgisi yo'q. Demak, bu xilak vardiq. Birinchi qoida nimaki o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l berdik. Endi men kulrang bilan oq mashina kim boshda mangdi deganda hozir ikkisi tang mangsa, o'xshash tezlikda mangsa so'qilib ketish ehtimoli bor. Unda kim boshda mangdi? O'ng tarafdan kelgan qatnashga boshda yo'l beramiz. Shunga oq mashina oldi bilan mingib oladi, ma yo'lga kirib oladi. Kulrang mashina, ya'ni bu dars mashinasi sal surtini asıltib turadi, oq mashina mingib bo'lgandan keyin anda mangdi. O'tturdagi rasm yana o'xshash ahvol. O'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l beramiz. Shu o'ng tarafdan kelgan mashina mingib olgandan keyin ondan dars mashinasi mangdi. Uchinchi xil rasm yana o'xshash ahvol, bir moto kelibdi, yo'lning o'ng tarafidan xilak vardiq kiravsinkan. Yani yo'lda hech qanday qatnash taxtasi belgisi chiroq yo'q. Shu oldi bilan motoga yo'l beramiz, o'ng tarafdan kelganlik uchun ondan biz mangamiz. Endi ikkinchi qoida o'xshash yo'lda udul mangmoqchi bo'lgan qatnashga yo'l beramiz. Ya'ni obselif tivih, rextor obselif tivih motiforlardan. Yani bu nima demakchi deganda, mesela rasm qarasanglar. Hozir men deydi, men qora mashina sol tarafga qayrilmoqchi ekan. Lekin qarshi tarafdan bir mashina kelibdi, oq ranglikdek bir mashina. Bu mashina udul mangmoqchi ekan. Undan oldidan qaysi boshda mangdi? Yani o'xshash hozir men qora mashina sol tarafga minish uchun mush oq mashina mangdigan yo'lni kesib o'tish kerak-ku. Hozir men ahvolda oq mashina udul mangganlik uchun rextor, qora mashina oq mashinaga yo'l beradi. Shunga oq mashina boshda, uning keyindan qora mashina mangdi. Ama yandaki rasm qarasanglar, bir nima bor ekan, dars mashinasi oq mashina, ondan velosiped. Miyada deydi, hozir men oq mashina o'ng tarafga qayriladigan chiroqni uribdi, velosiped udul mangdi ekan. Oq mashina bilan velosipeddan kim boshda mangdi unda bo'lsa deydi. Ya'ni oq mashina o'ng tarafga qayrilish uchun velosipedning yo'lini kesib o'tish kerak-ku. Az velosiped udul mangdi ekan, ya'ni bizning ikkinchi qoidamizga asosan o'xshash yo'lda udul mangmoqchi bo'lgan qatnash yo'llarimiz deb velosiped udul mangganlik uchun oldi bilan velosiped mingib oladi, uning keyindan oq mashina mangdi. Ya'ni ikkinchi qoida o'xshash yo'lda udul mangmoqchi bo'lgan qatnash yo'l beramiz deganlik mushuni. Endi uchinchi qoida qisqa aylanma qiladigan qatnashga yo'l beramiz degan to'q kortu buxt motiforlardan ham. Ya'ni birinchi diyoda kortu buxt bilan langi buxtni deb o'tgandim. Ya'ni bu nima deganlik desanglar, hozir men miyada bir ko'k mashina bor ekan. Bu ko'k mashina o'ng tarafga qayrilmoqchi, siriq mashina sol tarafga qayrilmoqchi-ku. Ya'ni men o'ng tarafga qayrilgan, men musofa qarasanglar, hozir men ko'k mashina mush qisqa bir orliqni besib o'tiblar, men o'ng tarafdagi yo'lga kira oladi. Shunga odatda o'ngga qaygan buxtni biz kortu buxt deymiz-ku. Lekin men siriq mashina ma yo'lga kirish uchun men qizil istirilkaning yo'lini shu qarasanglar bo'ldim. Mingib ondan ma yo'lga kira oladi. Ya'ni musofasi men o'ng tarafga qayrilgan aylanma qaraganda sal uzunroq-ku. Shunga buxtlar links, ya'ni sol tarafga qayrilish odatda lang buxt bo'ladi. Ya'ni kortu buxt, for lang buxt degani shuni bildirmoqchi. Ya'ni masalan hozir buning amaliy misollarni keltirsak, yana bir kesishim yo'l eg'iz ekan, qarasanglar, bir siriq mashina, miyada bir velosiped motormi bir qatnash vositasi bor ekan. Endi men ikkilisi hozir siriq mashina o'ng tarafga qayrildi ekan. Ammo u to'qliq velosipeddagi qatnash vositasi sol tarafga qayrildi ekan. Kim boshda mangdi degan ahvol ostida, ya'ni kortu buxt, xatfor lang buxt bo'lganlik uchun oldidan men siriq mashina o'ng tarafga qayrilib kortu buxt qilganlik uchun bu boshda mingib oladi. Uning keyindan men to'qliq velosiped yoki motodagi qatnash vositasi bu sol tarafga qayrilib uzun buxt, uzun aylanma qilganlik uchun bu saqlab turadi. Endi men rasmda o'xshashlam siriq mashina bilan
ko'k mashina, lekin ko'k mashina o'ng tarafga qayrilib, kortu bo'xti qildi ekan. Siriq mashina sol tarafga qayrilib, lang bo'xti qildi ekan. Bunda ahvol ostida kortu bo'xtni boshda minish haqqi bo'lganligi uchun oldinlama ko'k mashina mangdi, uning keyindan siriq mashina. Endi 10 xil vardiq crossingning qoidalariga kelamiz. Ya'ni 10 xil vardiq crossing boya so'zlagandik. Ya'ni yo'lda qatnash belgilari va qatnash taxtalari ustun o'rinda turadi. Ya'ni mushu kimning boshda minishi qatnash belgilari, qatnash taxtalari tarafidan belgilandi deb. Endi buning ikki muhim qoidasi. Birinchi qoida yo'lda qatnash belgisi va qatnash taxtasi ustun o'rinda turadi. Ya'ni taxta qanday shaklda bo'lsa, ya'ni taxtaga asosan kimning boshda minish belgilandi. Masalan, ma rasm qarasanglar, bir aylanma degan-ku hozir. İki mashina bor ekan, ikki kulrang mashina. Lekin ma kulrang dars mashinasining oldida hozir mana yine yerga qarasanglar Hayintanning belgisi bor ekan, endi lahangchi belgisi. Lahangchining belgisining uchi mush mashina qartilibdi. Hatto qatnash taxtasi bor ekan. Bu qatnash taxtasining uchi mu mashina qartilibdi. Demak, bu mashina yani o'ng tarafdan sol tarafdan kelgan mashinaga yo'l berishi kerak deganni bildirdi. Shunga oldidan va rotondaning ichidagi mashina mingoladi, yana bir kulrang mashina. Bu o'tib ketib bo'lgandan keyin ondan mashina kirib mangdi demakchi. Ya'ni masalan agar yo'lda hech qanday taxt olmagan bo'lsa, xilak vardiq crossingning qoidasi bo'yicha dars mashinasi o'ng tarafdan kelganligi uchun mangadi, lekin bu hozir 10 xilak vardiq crossing, ya'ni qatnash taxtasi belgisi ustun o'rinda turadi. Shunga hozir dars mashinasi sol tarafdan kelgan mashinaga yo'l berib bu mingib bo'lgandan keyin anda mangdi. Endi ikkinchi rasm qarasanglar, yana ham o'xshash bir dars mashinasi bor ekan, kulranglik. Andan bu yerda otni yetilab ketib qolgan bir odam bor ekan. Dars mashinasininki yana ham yer yuzida Hayintandan bor ekan, lahangchi belgisi. Belgining uchi mashina tarafga qartilibdi. Bunda yo'lning o'ng tarafida yana qatnash taxtasi bor ekan. Bu belgining uchi mu mashina tarafga qartilibdi. Demak, mushu mashina mushu kesishma yo'l ig'izdan kelgan busturdirlarga yo'l berish kerak. Otni mingan odam, otni yetilab ketib qolgan odammi o'xshashla busturdir bo'ladi. Ya'ni otni minsun va yoki yetilab mangsun o'xshashla busturdir bo'ladi. Bu shunga mashina, hozir dars mashinasi cho'qim va otni yetilab ketib qolgan odamga yo'l berish kerak. Bu o'tib ketib bo'lgandan keyin ondan aytamiz. Anda yana har xil misollarni keltirdim yerda. Mushlar hammasi 10 xilak vardiq crossingga doir savol, ahvollarchu. Masalan, qarasanglar yo'lda buni Forrangsvixning taxtasi bor, Hayintandan bor. Men qarasam yana Hayintandan Forrangsvix degandek. Mushlar hammasi endi birisining oldida Forrangsvix, birisining oldida Hayintandan, endi har xil qatnash belgilari bo'lgan, bir-biri bilan barobar bo'lmagan ahvollarchi. Ya'ni mushlarning hammasi 10 xilak vardiq crossingga tabi. Ma rasmdagi savollarni men keyin qitimliq darsda savollarda tixim tafsil tushuntirib qo'yaman. Ya'ni qisqasi bugungi darsimiz mushu, ya'ni xilak vardiq crossing bilan 10 xilak vardiq crossing. İnşallah keyin qitimliq darsda mushunga doir bir qancha savollarni ishlaymiz. Savollar orqali bu darsning nazariyasi sizlarga tixinbek aniq bo'lib ketadi deb o'ylayman inshaalloh. Ondan bu nazariyani anglagandan keyin shu yo'llarda mangan vaqtinglarda işte bir crossinglar kesishma yo'l ig'izlari uchrab qolib qolsa, diqqat qilib bu xilak vardiqmi, 10 xilak vardiqmi, ondan xilak vardiqning 3 muhim qoidasi bor. 3 muhim qoida cho'qim sizlarga yodda bo'lishi kerak. 10 xilak vardiqning bu qoidasi cho'qim sizlarga yodda bo'lishi kerak. Aşı yodlaganinglar bo'yicha bunda o'zinglar tahlil qilib baqsanglar bo'ldi. Keyin qitimliq darsimizningki savol qismida ko'rishaylik. Ma'qulimiz, omon bo'lgaysizlar.